sala bu padarganalarni qo'rg'on bo'ladi bu. Hech bir tushunmay qoldim. Eng kuyerda qardan yorug' qiladilar buni. Ekranni yorug'roq qilsam edi. Xo'p, bilmadim endi shuncha qorong'i ko'rsatyapti, qanaqa ko'rsatyapti. Men buni ekranni to'g'risi boshqa yorug' ham qila olmadim endi. Nima bo'lsa bo'lsin, shuncha bo'ldi. Qanoq sizlar jonlarim omonmi? Hammalaringni. Ana to'g'risi endi men efir ham qilmoqchi emas edim. Lekin bir-iki narsalarni o'qib qoldim. Endi shu videoni qaliqlarga qilaman-da endi. Masalan, buni qorong'roq ko'rsatadi-yu, lekin nima bo'lsa bo'lsin, endi shunchaki men buni ekranni yorug' qilmoqchiman. Ana bir statistikani o'qib qoldim, Tojikistonga 7000 qaliq bor ekanda endi. Aytishlaricha endi o'zlarini. Tojikiston bugun qaliqlarni mana shu bir nima deylik, bir yog' hisobiga ko'rsatib qo'ygan. Keyin Wikipediyadan kirdim. Wikipediyadan keyin o'sha qaliqlar yashaydigan joylarni qarasam, hamma joyga tojik deb yozib qo'yganda, qishloqlarning nomiga tojiklar yashaydi deb yozib qo'ygan ekan. Keyin men aytdim, shuni bir hisoblab chiqay o'zim, shu qishloqlarni qoni qanoq bo'ladi. Va alaykum salom. Qon men shu qishloqlarni bir hisoblab chiqay, qanoq bo'ladi dedim. Keyin o'zimni qishlog'imga kirdim. Xaritadan kirdim. Keyin o'sha ko'chalarni, uylarni hisobladim. Hammasini hisobladim. Bir meni o'zim qishlog'imga qarab 7000 qaliq yashaykan. Odamlar. Приблизительно bir uyga 5 tadan 6 tadan shuni hisoblab chiqdim. Bir meni qishlog'imga 7000 qaliq yashaykan. Keyin qishloqlarni hisobladim. Keyin hisoblab keldim, bir 25-30 ta qishloq qaliqlarnikini men o'zim bilay to'g'onim endi. Hali u tomonini mana bu Yovonu, mana bu Qo'rg'onu bu tomonlarga qishloqlarga yashaydiganlarni qishloqlarning nomlarini bilmayman endi. Bu yerda necha qishloq yashaydi, necha rayonlarga yashaydi, qancha odam yashaydi. Endi men buni to'g'risi ana bu tomonini endi bilmayman, to'g'risini aytay. Lekin men shu o'zim bilaydigan joyda shuni xaritadan kirdim, o'sha qishloqlarning tepasidan. No qarab, o'sha uylarni sanab keldim. Ana xuddi qaliqni uyini o'zi ana bir men o'sha qishloqlardan bir 180-190 mingta uy sanadim. Endi hisoblab ko'ringiz, sizlar 180 mingta qaror uydan 7000 qaliq yashaydi. Qanaqa bo'ladi? Endi bu meni bilganlarimni men hisobladim. Hali narxlarni hisoblagan yo'qman, narxlarni, boshqa joylarni hisoblagan yo'qman. Men qarib 180 mingta uy hisobladim. Nahotki 180 mingta uyga Xeyr o'sha qishloqlarda mayli endi bir 20-30 mingini deylik, endi o'sha yerga mana tojiklar ham yashaydigan uylar bo'lmayli, bir 20 mingini ham chiqaraylik. Xeyr bir 100 mingdan ko'p uyga 7000 tojik yashaydi. Qaliq yashaydi, qanog'ini yashaydilar bular. Men shunga aqlim olmadi, to'g'risi. Yolg'on aytganlariga. Endi qaliqlarim biz ham tirik odammiz. Bo'lmaydiki bir odam xohlaganicha bizni yo'q qilsa-yu bu dunyoga u ana
baxillik qilsa bizni borligimizga, bizni kam qilib ko'rsatsa, bugun kelib qishloqlarning nomini yo'qotsa bizlardan. Keyin tarixga kirdim. Umuman o'sha beglar zamonlar, beglar mana to 20-asrga davr bu beglar bo'lgan. Mana Xovaling begi, Mo'minobod begi, Qo'rg'ontepa begi, Hisor begi, Sariqo'rg'on, hamma shu beglar bo'lgan. Endi shular beglar bo'lgan. O'sha beglarga, o'sha zamonga qaliqlarni yozgan ekanlar. 40-45% aholi, ya'ni yashaydigan beglarga qaliqlar bo'lgan ekan. Endi 40% ham deylik, ke olayliklar. Şu beglarga endi приблизительно ke 40% deylik. 40% qaliq yashagan bo'lsa, 60%ga qolganlar kiradi. Misol o'zbek, tojik, qo'ng'irot, laqay, bular qolganlari 60% bu tomonlarga hisoblaylik. 40-45% deb aytayotdi bu yerga. Tarixga kelyaptiki, shu beglarga, shu yerlarga, hozirgi Tojikiston yeriga 40-45% qaliq yashaydi deyapti. Yani şu yerda aholisi, xalqi 40-45%ga davr qaliq deyapti. Xo'p, keling olaylik o'sha zamonni Tojikiston shu oralariga 3 million odam bo'lsin, yo 3 million deyligina. Ko'p emas, 3 million 20-asrga o'sha status oldi. O'sha status olishdan oldin, shu o'rislar kelishdan oldin, shu O'rta Osiyoga, o'sha Tojikistonning yeriga 3 million deylik odam yashagan. 3 millionni agar 100% qilsak, o'shandan 40% qaliq. Xo'p, qancha bo'ladi bu yerda? O'sha zamonning o'ziga 1 milliondan ziyod ekan. Agar 3 million odam bo'lsa, o'sha zamonga, o'sha zamonning o'ziga hattoki o'ris kelmasdan oldin bugungi Tojikistonning yeriga 1 milliondan ko'p qaliq yashagan. Bugun bizning statistikasini 7000 deb ko'rsatyapti-da, bu sharmandalik. Kimni hisoblayapti? Meni bir o'zimni ovulodimni hisoblab chiqsam, meni bir o'zimni ovuladim. Qarib 700-800 ta odam bo'lyapti. Bir meni ovuladim 700-800 ta odam bo'lyapti. Hali nariga ketmaymiz. Ya'ni meni ovladimga o'xshaydigan agar 10 ta ovlod bo'lsa 7000 bo'lyapti. Bu qayerga ketdi? Qayerdan olyaptilar bu statistikalarni? Nimaga endi bizni buno'g'in pas qilib ko'rsatyaptilar? Nima xohlaydilar bu qilayotgan ishlaringni? Bularga nima kerakdi? Bizni yo'q qilishni xohlayotdilar bular. Bu konkretna dushmanlik desak ham xato qilmaymiz, chunki bu dushmanlik qilyaptilar bizga. Kamg'am emas bu dushmanlik, ya'ni xela katta dushmanlik qilyaptiki, bizni yo'q hisobiga chiqarib ko'rsatyaptilar. Bir katta Tojikiston 10 million aholining ichiga 7000 qaliq yashaykan. Ki bu aytayotman, bir meni qishloqman. Shuning uchun men jo'llarim sizlardan endi qaliqlarim agar eshitsang, nima qilsang, kelinga bir narsa qilamiz o'zimiz. Har qishloqlar kim borsalar o'sha qishloqlaringga, qaysi qishloq, qayerga joylashgan, shu uy borib so'ranga, qoni bir uyga nechta odam yashaydi o'sha qaliqlarning uyiga. Qishloqlaringga nechta qaliqlar yashaydi uyi. Borib shuni o'sha qishloqlaringni bir nimaga, bir telefonlaringga bir joyga yozing. Nechta uy borasizlar, yo bir daftarga yozing. Nechta uy bu, har bir uyga nechtadan odam yashaydi. Xo'p.
u qishloq qarga joylashganini, u joylarin qara joylashganini, Yovon bo'lsin, mana bu tomon qarga bo'lsa farqi yo'q. Qo'rg'on bo'lsin, Moskovskiy, Farxor, ana hammalaring yozing shu narsalarni. Ana meni Facebook'imga taylang, Messengerga kiring, Messengerga menga taylang. Meni Facebook'im Astana Arslon Kagan yozgan anglisidan. O'shanga kirsang agar menga taylang. Men shu bir statistikani yig'moqchiman-ku shu Tojikistonga qancha qalliq yashayotibdi o'zi. Nima uchun bizda 7000 deyotibdi? Nima bu izdivatsiya qilyaptilar bizni? Mazoq qilyaptilar bizni? Yo bizni odam hisoblamayaptilar? Agar qo'rqoq xalq bo'lgan bo'lsang, agar pasportlaringni alishtirgan bo'lsang, sizlarni ham tabriklaymiz. Hech gap emas, o'sha statistikalarni o'shalarga o'tib ketavering. Neki agar qonun nomusing bo'lgan qallig'im bo'lsang agar, o'zingni qalliq deb bilsang agar, mana shu qishloqlarga nechta uy bor, u qishloqlarning qargada nechta odam yashaydi qishloqlarini. O'shalarni hammasini men sizlardan mana shu Facebook'imga, Messengerga mana shuni kutaman. Har bir talaringdan. Qoni qaysi qishloqdansan va qishlog'ingga qoni nechta uy bor, nechta odam yashaydi. Shart emas nom, familiyalarni yozishing. Har bir uyga borsang, salom alayk qilsang, o'sha uyga biron bo'lsa necha odam yashaysizlar shu yerga deb so'rasang, o'zi hisoblab beradi go'dak-cho'daklaringdan nechtalar. 10 ta, 15 ta deydi, 14 ta, 13 ta, 16 ta, 18 ta, 12 ta, 9 ta. O'shalarni hammasini bir yozib oling. O'sha qishloqlaringga agar misol 50 ta, 60 ta uy bo'lsa, 100 ta uy bo'lsa, kirsang, o'sha har birtasini yozib olasizlar. Qishlog'ingning nomidan u qishlog'ing qarga joylashganini yozuv taylang. Shuni o'zimiz agar qalliqlar mana shuni qilib bir hisoblamasak o'zimizni statistikimizda agar hisoblamasak, bugun bular bizga haq ham bermayotibdiki, mana shu o'zimizni statistikimizda qalan hisoblasaklar. Agar bir o'zimizni biz hisoblasak, bular shattalik qilib bizni dushman, bilmayman, bir bolalar deb polni shattalikni yoqib oladilar. Eltib qamayotibdilar, bilmayman, o'ldirdilar, qamadilar ham. Bizdan boshqa na bir shoir chiqdi, na bizdan boshqa bir yozuvchi chiqdi, na biz boshqa o'z madaniyat farhangimizni yozolliglar, na o'z bir nima hech narsa qila olmadiklar. Bugun ham o'sha kelib bizni o'sha chizlarini, o'sha kiyimlarimizni, bizni ovqatlarini ham olib o'zlariga yozganlarki, bu bizni natsional ovqatlarimiz, yo bu bizni natsional kiyimlarimiz deb yozganlar. Agar nomusing bo'lsa, qallig'im, vijdoning bo'lsa, qolgan bo'lsa, senga o'sha vijdon, senga o'sha nomus qolgan bo'lsa agar, o'sha qishlog'ingni o'sha uy-muy asta yurgin, shashmasdan birta borib so'rab, o'tirib bir piyola choy ichib, necha odamsizlar deb bir so'rab, o'shalarni asta yozib yig'ib menga taylang jonlarim. Men bir kitob yozyotibdiman. Endi yozishga grammatikadan sal oqsoqlayman. Buni men bo'yin olaman. Sal qiyinroq. Neki bugun Google yordamiga to'g'rilash grammatikani uncha qiyin emas. Искусственный intellekt yordamlariga to'g'rilash grammatikalarni qiyin emas. Ancha yozdim.
ancha to'plaganman hozir. Faqat ularni o'sha 1 2 3 4 qilib arqa qilib joylashtirish kerak. Hali kam bu. Ana keyin qaliqlarimdan yana bir iltimosim ham bu. Afg'onistondagi qaliqlar bo'lsa, Tojikistondagi qaliqlar bo'lsa, O'zbekiston, mana Xitoyning Sinjaniga qolib ketgan qaliqlar, Qozog'iston, Qirg'iziston qolib ketgan agar qaliqlar bo'lsa, shu eski qalliq she'rlari bo'lsa agar bilsang-a, mana shu endi bu qalliqni tarixini nima deylik sizlarga? Yig'ma tarixi deymiz buni. O'zi asl endi shu nomini ham shuni qo'ymoqchimanki, qalliqni yig'ma tarixi. Biz yig'amiz buni har joydan. Kim nima bilsa, kim she'r biladi. Chunki qalliqni she'rlari ko'p ekan o'zi asl. Ana biron she'rdan pechkasini yo'qaygi zalagini sovuq bo'ldi. Qalliqni biron she'rini bilsang agar, nimasini bilsang, g'azal bilasizlar. Har narsa agar qo'llaringdan kelsa bilsang, menga yozuv taylanga yoki ovoz taylanga men o'zim uni yozuv to'g'rilab olaman. Keyin bir taydiga asl shu qalliqlarimdan shu qalliqni gimni bu o'zini, qalliqni gimni bu. Mana shu YouTube'ga ham bu, o'shani men hamma tekstini to'g'ri eshitolmayman. Chunki u qo'liga magnitofonga bir nimaga qo'ygan, ustidan o'zi ham aytayotibdi. Ikkalasi alin-ketin bo'ldi, men so'z tushuna olmadim o'shani so'zlarini. Agar qaysi qalliqqa bo'lsa, bu narsa shu Dang'arani tog'iga aytayotibdilar, qarga. Bir tasini tanib qoldim, Qoraxon Malim turgan o'rga. Meni malimim o'sha mana shu gimn, agar qalliq gimni kimga agar shuni originali bo'lsa yo o'sha aytgan odam tirik bo'lsa, mana shuni ham agar topib menga taylasanga, shu narsalarni joy qilsam o'sha kitobimga, qalliq gimni, qalliq she'ri, hammasini agar shuni joylashtirsam, shu joy-joyiga qo'ysaklar yaxshi bo'ladi. Endi men bir o'zim ishlayotdim buni ustiga, to'g'risini aytaman, chunki shu chenga davr men ancha qalliqlarimni aytdim. Endi ularni chiqib zo'rlab ham bo'lmaydi. Chunki har bir insonni aytadi-ku, agar o'zini iragiga o'sha zavqi bo'lmasa, bu dunyoga o'shala yeyish ichish uchun yashayotgan bo'lsa, unga foydasi yo'q aytganni. Men mana shuncha qilyapman o'zim, hammasini mana Facebook'imga ham hamma vaqt bir qalliq to'g'risiga bir statya taylayapman. Mana shu искусственный intellekt yordamiga xatolarni to'g'rilab, grammatikasini to'g'rilab o'sha yerga qo'yayotibman. Bir statya qalliqlar uchun. Biron tangdan men biron sen pul ham deb so'ramayman. Chunki bu narsa nima deyay, har bir insonni o'zidan bo'ladi. Men o'zimni topgan pulimni o'zim shu qalliq tarixi uchun, o'zimni tarixim uchun. Endi kim o'zini qalliq deb biladi, kim o'zini bilmaydi, uni o'ziga qolsin. Men o'zimni mana shu qalliqligim uchun o'zimni shu tariximga men qarzdorman. Chunki men agar qilmasam buni erta kim qiladi? Chunki bizdan oldin puldorlar ham bo'lgan, hozir ham bu puldorlar. Ana bizni puldorlari mana shu bir 4 ta
yoshlarni o'qitolmadi olib borib mana shu tarix shu tanishlikka boshqa sohalarga olib borib o'qitolmadi, o'zi uchun harakat qilolmadi. Men приблизительно Tojikistonga hozir 1,5 milliondan ko'p qalliq deb bilaman. Hozirda o'ziga 1,5 milliondan ko'p deb bilaman. U ekanni meni o'zimni ham xeshlarim bor, ular bir nima deylik, SSSR vaqtiga ular tojik bo'lib ketdilar. Meni o'zimni xeshlarim bor, Moskovskiy Farxorga xeshlarim bor. Ular tojiklar, ular o'zi asl qalliqlarni bilmaydilar. Hozirgi balalari bilmaydi qalliqligini. Ularni emas, o'zini shu qalliq deb bilib qolganini men hozir 1,5 milliondan ko'p deb bilaman. Chunki men xattiki mana shu qishloqlarni ko'rib keldim. Mana shu Yovondan bu tomon Tarchak, mana Qo'rg'on, mana kelib mana o Dang'ara, G'arg'ara, Po'shin bu tomondan baxtdan pastga qarab kelsang agar mana shu bizlarning qishloqlarning orasiga birta, ikkita tojiki qishloq bo'ldi. Boshqa hammasini shuni o'qib kelsang laqay qaliq qishloqlar. Ikkita tojik qishloq bu. Qolgan hammasi laqay qaliq qishloqlari. Men hayron qolamanda, shuncha katta qishloqlar, shuncha joylar turib, bizda 7000 deganiga meni alamim keldi. O'sha uchun men o'zim qilyapman shu narsani. Endi men sizlarga buni pulam ber demayman, chunki men o'zim qilaman o'zimga. Menga pulam kerak emas. Men qarz olaman, kerakli joyga kredit olaman. Men o'zim qilaman. Chunki bu narsaga har bir insonni aytadi-ku, tojik barodarlarga bir zo'r gap bo'ldi. Nima deydi? Dardil havas nabusha sinajamboni chisud deydi. Agar inson o'zidan agar o'sha shavqi bo'lmasa, o'zini tarixiga agar yaxshi ko'rmasa, o'z millatini yaxshi ko'rmasa, o'zini madaniyat farhangini yaxshi ko'rmagan odamga hali kuchikdi deydi, hali zo'raki ovga olib borib bo'lmaydi deydi. Endi shu insonni ham shu bo'ladi. Zo'raki bir narsa qildirib bo'lmaydi. Meni ham hech kim zo'raki qildirmaydiki, men sen uni qilsang. Ko'pincha vaqt men ko'p o'ylanaman shu to'g'rilarga, ko'p kovlayman. Bir xil vaqt o'yindan gapirib ham tursam, ochamdan mana shu bir narsani aytib yuboradi, gap to'g'risiga bir narsani aytib yuboradi yoki yodga tushib ketadi, o'ylanib qolaman. Meni ko'p urushadi ochamki, ko'p o'ylama, ey bacha, sen ko'p o'ylama, sen o'zingni ofgor qilgansan. Qo'y shu tarix-parixingni, yig'ishtir bu narsani deydi. O'zingni o'ylagin deydi. Men darrov yozaman-da, bir narsani aytib qoladi, o gap to'g'risiga chiqib qoladi, bir gap chiqib qoladi, bir yangi gapi, bir narsa, shu eskidan bo'lgan tarixda bir narsasi chiqib qoladi. Men darrov yozishga tushaman. Keyin o'cham aytadi, qo'y bola, sen o'zingni ofgor qilgansan, sen boshqa xil bo'lgansan, sen doimo xayolga yuriysan deydi. Endi bu men o'zim uchun. Agar sizlar o'zlaringning millatlaring uchun, o'zlaringning borliklaring uchun va mana shu etganni benikoh xotini bo'lmasang, agar o'zlaring ega bo'lsang, o'sha o'zlaringni tarixlaringni yo o'zlaringning bugungi bor narsalaringni nima bilasizlar? Menga eng muhim nima bilasizlar? Menga mana shu kerak. Mana shu narsa kerak. Hozirgi yoshlar bu narsani bilmaydi. Mana bizga o'rislar aytgan radapleminoy narsalar bor, qaliqlarga chappa, alif, son, qo'li, mojakev, mana bunog'in o'zini qaliqdi shoxlari bor. Buni hozirgilar bilmaydilar. Men mana shu narsani bilganimcha yozyapman. Yana men bilmagan narsa bo'lsa agar, sizlardan faqat bir iltimos shuki, meni messenjerimga yozib qo'ying, yo'ru, kirov, Astana Arslon Kagan yozib yuboring.
hozir men ana 30dan ko'p xato qilmasam qalliq shoxlarini nima qilganman, tarixdan topib olib hammasini yozyaptiman bularni. Eng bir joyga tarixda bir joyga o'qib qolganim bu. Endi buni qalliqlarga aytaman, o'zlaring tushunib olsanglar kerak. O'sha shohga savol berilganki, davlatingga eng muhim ishing nimadi deb so'raganlarda, qalliqda shohiga eng muhim ish davlatimga degan, ya'ni to'g'ri balalarimni, ya'ni shu qalliqda balalarini to'g'ri o'ylantirish deganda, eng muhim ish, ya'ni shu o'zini balalarini, shu qalliqlarning balasini to'g'ri o'ylantirish ekan, o'ydor qilish ekan. Nimaga deb savol berganga aytganki, agar qoni toza bo'lsa, to'g'ridan to'g'ri, buni hech kim yo'q qila olmaydi. Neki agar buni qoni aralash bo'lsa, bu yo'q bo'lib ketadi. Bu davlatni ham jazr qiladi. O'shaning uchun eng birinchi davlat ishlaridan ham, politikadan ham eng zaruri bu to'g'ri, pravilno farzandingni o'ylantirish ekan. Yoki farzandingni, o'sha balangni erga berish, qizingni yoki o'g'lingga to'g'ri o'sha o'z qonundan, o'z qallig'ingdan, o'zingni naslingdan, o'zingni millatingdan o'ylantirish ekan. Nimaga deganga, mana bugun o'sha shohda aytgan gapi bugun etib kelganda bizga. Nimaga degin? Chunki biz to'g'ridan to'g'ri aralashib ketdik. O'zimizni yo'q qilib yubordik. Hammamizni bir-birimizni yo'q qilib ketdik. Mana shu kim to'g'ri keldi? O'zimizni qizlarini olmadik. O'zimizni qizlari o'z-o'ziga erga tegmadilar. Indiski bo'ldilar, aralashib ketdilar. Mana bugun mana shu rezultat mana shuni boshiga. O'shaning uchun agar biron qalliq, agar nomusi qolgan, vijdoni qolgan qalliq agar nomusi qolgan, vijdoni qolgan qalliq bo'lsa, o'sha yashayotgan joyidan, o'sha qishlog'idan qancha odam yashaydi, nechta uy bu, nechta qalliqlar yashaydi o'sharga. Keyin o'sha eskidan agar mana shu qalliqlar qishloqlarga eski odamlarimiz ko'p g'azal aytadi, go'ro'g'li aytadi. Mana shu go'ro'g'li to'g'ridan to'g'ri qalliqdiki, buni tarixi qalliqdiki. Chunki men tarixga ko'p joyga ko'raman-da, to'g'ridan to'g'ri shu g'azallarni. O'shaning uchun agar bo'lsa, yordam qilsangiz shu narsani, o'zlaringni ertaga o'z millatingni saqlab qolish uchun. Bo'lmasa jonim, o'zing bilasan, men qo'limdan kelganini yig'aman. Mana shu qalliqni yig'ma tarixi deb 100 varaq ham bo'lsa, 10 dona kitob ham bo'lsa, 20 ham bo'lsa, o'shani chug'uraman. Chunki men millioner emasman, men pulim ko'p emas-ki, men uni seriya qilib chug'ursam. 10 dona ham bo'lsa chug'uraman. 1 dona kitob ham bo'lsa, o'shani yozib chug'uraman. Men qo'limdan kelganini o'zimni millatim uchun qilaman. Qolgani u sizlarning nomusiga havolayni. Nima qilsang o'zlaring bilasizlar. Agar yordam bersanglar ko'proq bo'lishi mumkin kitob varaqlari. Yana boyroq bo'lishi mumkin qalliqning tarixi. Agar xohlasanglar mana shu narsani meni Facebook'imga mana shu Astana Arslon Kagan Facebook'ka alaykum salom yozuv taylangan.
nima bilsanga farqi yo'q. She'r bilasizlar yoki mana bobolar bu kota bobolar. O'shalardan boru so'ranga qaliqlarni. Zapis qilib oling videosini. Men videolarni chiqarmayman biron joyga. Bu narsadan spokойно bo'ling va chiqarsak ham bizda haqqimiz bu. Biz o'zimizni chiqaryaptik. Biz boshqa odam chiqarmaymiz. Boru mana shu bobolarni, momalarni video qilib so'ranga. Mana shu qalliq to'g'risiga nima biladi? Nima bo'lganini qalliqlar. Qalliqlarni polvonlari bo'lgan, qalliqlarni chavonnozlari bo'lgan. Jahon Sepos xo'p astim. Mana shu narsalarni bo'lsa, shularni kitoblarga yozaylik, zapis qilib videolarini menga taylanga messenjerimga. She'rlarini Jahon Sepos shuma ham salomat bo'ling. Ana menga taylanga shu narsalarni. Chunki men bularni olib ko'chirib kitobga yozaman. Agar men Afg'onistonda qalliqlar g'azallari ko'p ekan, men bir ikkitasini eshitib qoldim. Xususan mana Eronga borib o'sha bir ikkita g'azal aytgan bir qalliq bor ekan, o'sha videosini ko'rib qoldim. Hozir endi massa propaganda ishlar yotibdi. Qarga bir shu turk tiliga gapirayotgan bo'lsa, O'zbekiston massa ishlayapti bu propaganda bilan uni borib o'zbek deyapti. Neki bir odamni o'zbek deyishga, bir odamni bilmayman qalliq deyishga, yo bir odamni turkman deyishga, yo bir odam turk deyishga uning uchun bir dalil bo'lish kerak, bir asos qo'lingga bir fakt bo'lish kerakki, nima uchun sen uni qalliq deysan? Yo qanoq u o'zbekdi degan bir qo'lingga bir fakt kerak. Men o'sha faktlarim, ular nima uchun men qalliq deyman? Chunki faktlarim bor. Nimaga deganga, o'rislar kelgandan keyin massa qalliqlar ketganlar, tag'am o'sha Afg'oniston tomonga ko'p ketganlar. Nimaga deganga, ularning obraz hayotlari sal qalliqlar, kachevniy obraz bo'lgan, asedli bo'lmaganlar. Ular to'g'ri kelmagan SSSRni, chiqib ketganlar. O'sha o'rislar kelganga. Undan alin ham o'sha Qoraqonlik davlatiga qolgan, o'shara qolib ketgan qalliqlar bu. Bularni biz genetikasi bilan ham olib dokazat qila olamizki, bular qalliqlar. Bugun gapirib agar mana shu gapirsa o'sha gapidan ham ular qalliqlar. Ya'niki o'shaning uchun yo'llarim, men ularni hammasini emas, neki ko'p qismini ayta olamanki, ular qalliqlar. Agar o'sha Afg'onistondagi qalliqlar ham bo'lsa, mana shunday she'rlar bo'lsa, endi bechoralar tarixlarini so'z bilmaydilar. Neki she'r bo'lsa, biron g'azallari bo'lsa, o'shalarni yozuv meni Facebook'imga Astana Arslon Kagan lotin tilini harflari bilan ingliz harfi bilan yozsa chiqadi. Jo'natsa yaxshi bo'ladi. Neki men o'sha Tojikistondagi qalliqlardan aytmoqchimanki, qishloqlaringga bor odamlaringni hisoblanga, necha odamsizlar qishloqlaringga, necha qalliq yashaydi, qishloqlaring qargadi. Shu narsani menga taylanga, men sizlardan shuncha iltimosim bor. Men sizlardan na pul so'rayman, na non so'rayman, na bir narsa. Men shularni faqat o'sha yozayotgan kitobimga, qalliqlar to'g'risiga yozayotgan kitobimga, qalliq tarixi, men uni nomini ham aytdim, yig'ma tarix deb qo'yaman. Qalliqda yo'qolib ketgan yig'ma tarixlari, ya'ni yo'qolganlarni biz yig'ib olib kelib bir tarix kitob qilib chiqarmoqchiman. Men Xitoy nimalariga, manbalariga ko'p qalliqlar to'g'risiga yozilgan. Ana
arab tarixlariga ham qalliqlar to'g'risiga yozilgan va alaykum salom ko'p bu narsalar. O'shaning uchun men shulardan yig'iyotdiman har bir talaridan. Bu tarixlarning hammasi litsenziyasi bu tarixlar, chunki bular havoyi tarix emas. Bu dunyo tasdiqlagan, dunyo olimlari tasdiqlagan tarix. Mana shulardan men hammasidan yig'iyotibman. Shulardan bir yig'ma tarix qallig'ida yo'qolib ketgan yig'ma tarixi deb shuni men o'ris tiliga chop qilmoqchiman, chunki osonroq bo'ladi. Bugun biz qalliq tiliga buni to'g'ridan to'g'ri yoza olmaymiz, chunki men gapirayotgan harflar yo'q men gapirgandan. Agar men qalliq tiliga yozaman desang, faqat yo qozoq tiliga yozish kerak, yo bo'lmasa o'zbek tiliga yozish kerak. Chunki o'sha men gapirayotgan mana shu harf yo'q bu narsalarga. Biz o'zimizni qalliq harfini yig'ib o'z gapirishimizga, o'z talaffuzimizga harf tayyorlashimiz kerak, ya'ni alfabet tayyorlash kerak. Chunki qalliq gapirganga, mana qalliq talaffuziga gapirishiga bunga alfabet topilmaydi. Agar biz buni yozamiz desak, magaram o'zbeki bo'lib ketadi. Yo qozoqi bo'lib ketadi. Qozoq tiliga yozsak bo'ladi. Shuning uchun biz tiliga bugun alfabetlar to'g'ri kelmagani uchun, bizni tiliga alfabet ishlamaganimiz uchun, bu bizda o'tib ketgan ota bobolarimizning xatoliklari. Chunki bular ishlamadilar. Massa propaganda keldi o'ris bularni yo'q qilish uchun. O'ris o'zi 16-asrga bu paydo bo'ldi. O'ris degan millat qalliq 7-asrga paydo bo'ldi, 6-asrga, 6-asrga. 1000 yildan keyin qalliqdan keyin o'ris paydo bo'ldi. O'ris mana shu eski tarixlarni yo'qotish uchun yangi nomlar o'ylab topdi-da O'rta Osiyoga. O'shaning uchun bu eski tarixlarni, eski nomlarni yo'qotdi. Maksimalna yangi propaganda bilan o'sha millatlarni, xalqlarni yangi nom berdi-da. Yangi nom berib chiqardi. O'shani nom berdiki, o'z tarixidan pastroq bo'lsin. Bizdiki ishlamadilar, bizdiki ne barodari mavzu baroy bugim qalg'oy xizmati yagon daxl nadora. Yak mavzu tarix است. Mana kira blokkada sashur. چرا بلوک است کو بفرما اشور برادر بلوک است گفتی چرا بلوک است کیرا بلوک است من نمیفهمم برادر شما بین خودتون پرابلم باشه برادر بین خودتون پرابلم باشه من از کجا فهمم من اصلا مناسبتی بین شماست من یگان کار کردن نمیتونم مسئله تون حل کنین راستی من نمیفهمم چی با بلوک است من قطعی یگان تش آنچه میشوه گپ زدگی نیستم در علاقه هم نیستم قریب که نمو او سال در همی کنفرانس دیده بودم خلاص بعد همون دیگر یگان تش قطعی علاقه دا نیستم گپ هم نمیزنم یگان تش قطعی و یگان کاری ضرورم نغلطی دست که ما علاقه باشم یگان تش قطعی من از پای خیالات خودم هستم
бародари азизам. Ман дар бораи таърихи қалъаҳо ҷамъ карда истодам, як китоб навишта истодам. Ман мушкилии худам қатъи аст. Ман вақте надорам ки қатъи ягон кас суҳбат кунам, ягон кор кунам. Ман бештар таърих мехонам ва дар бораи ҳамон таърихи Осиёи Миёна ва нақши қалъаҳо, роли қалъаҳо дар мобайн, давлати қалъаҳо ва ҳамаи ман ҳамеёро ҷамъ карда истодам, таърих ҷамъ карда истодам. Ман ягон бигем чӣ кардагӣ нест. қатъи ягонташ вақт надорам гап занам бародар. Агар ягон мушкилӣ дошта бошӣ, қатъи худошон гап за, барои он ки мо дигар анчашид алоқадам нестем, намефаҳмам дост. Ташаккур. Ман шуноқ ҷоларам. Агар бӯлсанга биронталаринг мана шуning uchun men o'ris tiliga yozaman. Chunki o'ris grammatikasiga endi qiyinroq. Qiyinroq o'shaning uchun mana shu искусственный интеллектdan foydalanib, mana shu grammatikani to'g'irlab shundan yozyapman. Agar bo'lsanga qalliqlarim eshitib qolsanga, endi biron qo'llaringdan o'z tarix, o'z millating uchun yordam kelsa, pul deyotganman, chunki menga pul kerak emas. Menga faqat ma'lumot kerak, informatsiya. Nima bilasizlar? G'azal, she'r, qishloqlaring qargadi, necha qalliq yashaydi yerga, nechta odam yashaydi, nechta uy bor qalliqlar. Mana shu Tojikistonga. Mana shu informatsiyalar nima bo'lsa farqi yo'q. Shu qalliq to'g'risiga nima ma'lumotlaring bo'lsa, nima ma'lumoting bo'lsa, qallig'im mana shu ma'lumotni meni ana shuni nima qilinga, taylanga menga. Tamom, boshqa biron narsasi kerak emas. Vaqti kelib bir kun emas, bir kun sen agar o'z millatingdan, o'z tilingdan, o'z tarixingdan agar bilmay uyotib yurgan bo'lsang, bir kun emas, bir kun seni baland bu narsadan uyotmasa kerak. Chunki O'rta Osiyoga, shu Aziya o'rtasiga eng uzun davlat qilgan, eng umri uzoq bo'lgan davlat bu Qalliqdi davlati bo'lgan. 6-asrdan 13-asrga davr. Biron davlat O'rta Osiyoga buncha uzun davlat bo'lmagan. Eng ko'p bo'lganlari 100 yil, 90 yil, 50 yil, 30 yil, 20 yil, 15 yil, 10 yil, 40 yil mana shunaqin davlat bo'lgan. Eng uzun davlat bo'lgan 6-asrdan o'rtasidan to 13-asrga davr bu Qalliq davlati bo'lgan. Biron boshqa davlat buncha ko'p davlatdorlik qilmagan. Eng umri uzun bo'lgan davlat, eng siyosati baquvvat bo'lgan davlat bu Qalliqdi davlati bo'lgan. Qalliq kaganat keyin o'rtaga Somoniy urush bo'lgandan keyin, Somoniylar urgandan keyin bular nomlarini alishtirib, yana boshqa soyuz bo'lib, Uyg'ur, boshqalar, Uyg'urlar, Xitoylar bilan urushgan. Bu tarix ko'p, endi buni aytsang hali buni ko'p nimasi bo'lgan. Mana shu keyin qo'shilib Qoraqonlik davlatlarining nomini alishtirganlar. Endi bular o'zlar Afrosiyob deganlar. Asliga Qoraqonlik deb buni o'rislar Государство Karaxanidov deb yozgan, chunki ular o'zlarini Qoraxon deganlari, qora degani bu veliki degani, ya'ni o'sha zamoniga. Mana bizga Qorateg'in bu, Qorategin deydi, Qarotegin deydilar, Qaroteg'in deydilar, hozir bular bilmayman buni. Mana shular, mana Qoratog' bu bizga. Bularning hammasi
bu katta degani, veliki degani, veliki tog', veliki tegin, mana shu shu. Bu tegin degani bu titul, ya'ni shoh degani. Ana tag'am nimasi bo'ldi mana? Ko'p narsalar bu. Mana qizil suv, yaq suv, toyir suv, bular hammasi qaliq nomiga kelgan. Endi bu nimani aytadi? O'sha 6-asrdan bu o'rtalarga bular qaliqlarning territoriyalari, qaliqlar yashagan, qaliqlarning yerlari bo'lgan, joylar bo'lgan bu yerlarga. Keyin asta-asta boshqalar obrazovat bo'lganlar bu yerlarga. Shuning uchun jo'llarim, agar bo'lsa biror ma'lumotlaring, biron she'r, har bir narsani o'zini joyi qo'yib yotibdi-manda. Misol, tarixi, qaliqni she'ri, gimni, aytdim-ku, mana shu gimnini agar kim qo'ldan kelsa, mana shu o'shani topib menga originalini yuborsa, men o'shani hamma tekstini yozib, o'shani ham kitobga qaliq gimni deb joy qilaman. Eng boy tarix O'rta Osiyoga bu qaliqdi tarix. Eng boy tarix siyosatdan ham, ekonomikasidan ham, madaniyatdan ham, kulturadan ham شما میخواین ما در منبر مهاجر برآمد کنم. من برادر عزیز در چیا برآمد کردن در قدر وقت ندارم در این مسئله ها. من تنها همو یک تاریخدانی پروفسور به دست خطا نکنم در تاجیکستان، دو ملاجانوف به دست ملاجانوف به دست در تاریخ بسیار گپای دروغ گپ زد. من همون نواراش دیدم، بسیار دروغ زیاد گفت در نواراش، ساخته و بافته ها. даже من در زیر نوارش هم نوشتم را که مثال این گفته‌ها اساس نداره. اگر اساس داشته باشه پیشنهاد که در حالت اون چیز پیشنهاد که از جامعه جهان قبول شده لیسانس داشته باشه. عین حال تاریخ ها اینا لیسانس دارن، جامعه جهان که قبول کرد در اون رقم میمونن، لیسانس میمونن. لیسانسیون رقم داره، یعنی که کد داره. اگر همون کد نداشته باشه، لیسانسیون کد اگر همون پاتورجداد نداشته باشه، پس اون تاریخ قبول شده نیست. او را من میتونم که پیش خودم یا تاریخ دروغ بنویسم، بعد 100 سال یگان کس بگیره بخونه، بعد بگه که اوه انا این زور شده است. مثال میگیریم. موزی من درباره قلقا مثال کتاب مینویسم، موزی نوشته استودم، یگان مشکلی نداره، البته کار کرده استودم بالاشته. خب یعنی کتاب ما چاپ میشه و اگر چاپ کنم یک دونه دو دونه که ما پول ندارم میرم ماسا پریزوادیت کنم، شاید 20 تا 30 تا 40 تا یا 50 تا تو چنین زور راستم، شاید 100 دونه بگیم از کتاب چاپ کنم. خب این مثال گیریم کتاب بعدن بگیم که اویستوشتا جامعه جهان یگان انسان اینترسواد میکنن، ایرا میآموزن. بعد همون فکتای گرفته مرا از کجاها گرفتگی هستم، ما باید اونجا قید کنم، رقمای لیسانسیش قید کنم که از فلان جا، از فلان، از فلان، از فلان، این معلومات از فلان منبع، لیسانس یعنی منبع همین است. ما هم مایورا در زیر همون ورقش قید میکنم، بگیم لیسانسیش. بعدن که را آموختن مثال میتونه که تصدیق کنن، باز بگیم یک رقم دیگر که لیسانسیونی که مثال این همه منبعش درست است، خط خبراش درست است، یا بعضی چیزای خلقی که در اونجا علاوه میکنم و او را شاید بعداً بیاموزن، از قفاش شوند درست باشه. بعد بگیم که همون در اینترنت در دیگر جا وقتی که ثبت میشه و این چیز برای او بگیم بعد آموختن خودش همون
лицензиони код мешавад. агар ҳамун код надошта боша ва ман ира хидм аз пеши хидм чоп кардагӣ бошам, пас ин просто гапи ман аст, просто хаёлоти ман аст, гапҳои ман аст. ин ега ягон асоси бигем ки илмӣ дошта наметавонад, яъне таърихӣ ягон асос дошта наметавонад. ва ҳамун домулоҷонам ҳамин хел китобҳое ки асос надора ва аз бигем ҷомеаи ҷаҳонӣ ӯро қабул карда ҳамчун литсензия додагӣ нестанд, не литсензионе манбаъҳо аст ва ҳаморо омӯхта ӯ шайтонӣ карда барои мардума травит кардан баъзи чизҳоро мегӯяд. ман ҳатто ки визов додам ки домулоҷонов биё бародари азизам, мо қатъита суҳбат мекунем, дилхоҳ мавзӯта интихоб кӣ, як ҳафтада дилхоҳ мавзӯта бугӯ, дар ин ҳафта ман қатъита дар ҳамон мавзӯъ манбаъҳо аз як манбаъ не, аз 10-20 манбаъҳо мо барои ту меёрам факт аснод ки ту инами гапа дурӯғ гуфтӣ, ту шайтонӣ кардӣ ва ӯ китобое ки ту хондӣ, ту гуфтӣ, ина бародари китобот, ин китобот тасдиқ шидагӣ нест аз ҷомеаи ҷаҳонӣ. ин просто ҳамун солу замонаш да ё намедонам баъдан навиштагӣ як инсон аст. ҳозир ман метавонам як китоб бинависам айноми бигем ки 1900 гишнагӣ, ким кадом асра номша бигирам, сифроша бизанам, бинависам. хоб яъне асос надорад, тасдиқ намешавад. ва бигем ки муҳтарам ҳамун профессор бигем домулоҷонов алон дора бигем исм мегиреза усу мегиреза. барои чӣ? барои он ки медона он гапҳое ки гуфтагӣ аст дар интернет, он манбаъҳое ки овардагӣ аст, яъне манбаъи қабулнашида ва дурӯғ аст. ӯ шеър таърих намешавад. намедонам як чӣ бигӯй о абуалӣ ибни сино дар шеъриш гуфт ин тари гуфт, ҳамои тари, не, тари намешавад. ман манбаъ фактҳо аснодҳоам меёрам ки ҳамун бузургу шоирое ки мо дорем ӯ асл суғдӣ ҳастанд. асл оно яъне решаш ва қавмаш ва қабилаш суғдиё ҳастанд. баъдан оно омадан бигем ки ба форс забонӣ табдил ёфтанд, ҳамчуноне ки бигем туркҳо ё ки бигем қалғҳо омадан баъдан бигем узбек шидан, узбек забон шидан, турки узбекӣ гап мезананд ё турки қазоқӣ гап мезананд, аммо решаш қалғ аст, баъдан омадан мисол иваз шидан. ё решаш бигем як турк аст, баъдан омад қазоқ шид, баъдан омад узбек шид. ва ҳамон инсонҳо, ҳамон бузургҳо, ҳамон шоирое ки имрӯз мо шумо форс гуфта дод мезанем, ман асос ва факт қатъӣ меёрам ки насл ва решаш суғдӣ аст. ягон бигем ки биёян ина гап зананд, ман биёрам аснодома монам ки бигӯм бародари азиз, ино суғдиё ҳастанд асл. бале баъдан забони форсиро қабул карданд. яъне ки забони ҳамун қадими суғдӣ, эрони шарқӣ меган, баъд аз омад худи эронам, баъди ҳамун чизо форсҳо ин омадан баъдан забони бигем ҳамун лаҳҷаи форсиро аз ин лаҳҷа ба лаҳҷаи форсӣ қабул карданд. аммо генетика, хун, решаш суғдӣ аст ира. мисолози ман метавонам ки полни рост хидма бирам форсӣ кунам, ё бобои ман худша форс мегуфт, отаи ман форсӣ гап мезад, имрӯз ман намедонистам, мегуфтам ман форс ҳастам. фақат зависими аз маълумот аст, аз информатсия. яъне информатсия дуруст меояд ба ту ё информатсияи каҷ меояд. ҳар информатсияе омад, ту ҳамуро қабул мекунӣ, меравӣ. ҳозир дар тоҷикистони мо агар мо барем мардума генетика биспорем, генетика барем биспорем, шояд бигем ки ҳамаи ҳамин тоҷикистоне ки мо дорем, шояд мо 5% форс биброяд. 5% форс. нами 100% мардуми тоҷикистони мо шояд 5% форс айдуронаш биброяд. яъне генетикаи форсӣ дошта. боқӣ монда ино форс забон ҳастанд. аммо бигем ки дигар генетикҳо ҳастанд. дар инҷа аксар қалғҳо омадан, баъди қарахониҳо ино худошона афросиёб гуфтанд, ино омадан забони форсиро қабул карданд.
ҳамчуноне ки бигем дар ҳазораҳо дар Афғонистон бигем уно ҳамашон бигем ки туркзабон ҳастанд, муғуло ҳастанд ҳамашон. имрӯз ҳама ё форсӣ гап мезананд, забони аслии худа аз даст доданд. ҳамин қадаре ки ҳамун номи худшона ҳазора, яъне этники ҳамун туркӣ бидагишон, ҳамун бигем чӣ бидагишон сахранид кардан монданд. агар ҳамин этника агар ҳамин нома сахранид намекарданд, аз байн мебурдан ҳазора гуфтани нома, во имрӯз мегуфтанд мо форсем. ана ҳамин ситуатсия дар худи Тоҷикистон шидагӣ аст ки бигем замони Қарахониҳо қалғо омадан, вақти худошон Афросиёб давлат эълон кардан, ино бигем ки шурӯъ кардан масса забони форсӣ. Барои чӣ? Барое ки забони форсӣ о вақт забони бигем ки уже рушд карда буд. Имрӯз чӣ хел англисӣ рушд кардагӣ аст дар дунё, ҳама мехоҳад мисол любой информатсияро аз англисӣ меёвӣ, ӯ замон дам любой информатсияро аз форсӣ меёфтӣ. яке аз навиштан, хондан бигем ки рушд карда забон буд. ягон ҷои пинҳонӣ надорад ки дар ё чӣ қадар саҳми суғдиё ҳаст, саҳми дигаро ҳаст. ин забон рушд карда буд. барои ҳамон ана бигем қалғо омадан вақти Афросиёб ино куллан ба забони форсӣ гузаштанд. ҳозир ҳам Тоҷикистон мо агар бигирем,